Har yili dam olishga borganimda onamga gilam paypoq olib kelaman. Kavkaz tomonda ko'p bo'ladi. Juba deyishadi, jo'rabi deyishadi. Oyim xuddi noyob narsaga ega bo'lgandek uzundan uzoq duo qiladi. Shundoq mehribon o'g'li borligini aytib qo'shnilarga maqtanadi. Uning oyog'i kasal. Salqin tushishi bilan shishib ketadi, og'riydi. Qo'ni-qo'shnilari ahvol so'rasa, ularni ham, o'zini ham yupatadi. Ha, endi keksalikda o'rgilay. Lekin onamning oyoq og'rig'i faqat keksalikdan emas. Buni boshqalar bilmasa ham men bilaman. Yaxshi bilaman. Bolaligimda ko'p kasal bo'lardim. Qizamiq, ko'k yo'tal, bezgak. Shuning uchun oshxonadagi mixda ko'k qarg'aning patidan tortib gultoji xo'rozgacha iliqlik turardi. Ayniqsa, tomoq og'rig'i yomon qiynaydi. Oyog'im zaxga tegishi bilan tomog'im og'rishga tushadi. Oyoq bilan tomoqning nima aloqasi borligini hali ham tushuna olmayman. O'shanda necha yoshligim esimda yo'q, biroq juda kichkina edim. Bir kuni akalarim bilan yaxmalak o'ynab terlab ketdim. Terlab turib muz yedim. Kechqurun istamam ko'tarildi. Quv-quv yo'talaman. Oyim tomog'imni achchiq tosh bilan chayib ko'rdi, bo'lmadi. Turshak chaynatib suvini ichirdi, bo'lmadi. Oxiri tomog'im xippa bo'g'ilib qoldi. Og'riqni sezmayman, u nafas olishga qiynalaman. Hushimdan keta boshlaganimni es bilaman. Qulog'im ostida onamning chirqillab yig'lagani ha deb bir gapni qaytarayotgani eshitiladi. Voy, endi nima qilaman? Voy, bolam o'lib qoladi. Keyin meni shosha-pisha ko'rpachaga o'radi. Bir mahal onamning qo'lida ketayotganim esimda bor. Ko'pillatib qor yog'ayotganini his etib turardim, biroq yuzimga qor tushmas edi. Onamning issiq nafasi urib turar, u sirg'anib borar, og'ir xansirar edi. Xira chiroq miltillab turgan allaqanday uyga kirdik. Ko'z o'ngim yana qorong'ilashib ketdi. Oyim hamon chirqillaydi. O'lib qoladi. Bolaginam o'lib qoladi. Vahima qilmang, poshsha. Dardni bergan Xudo davosini ham beradi. Bu hoji buvining ovozi ekanini xira-shira idrok etdim. Hoji buvi boshimni tizzasiga qo'yib chalqancha qilib yotqizdi. Toka o'ralgan barmog'ini og'zimga tiqdi. Ko'nglim ag'darilib tipirchilagancha yig'lar, ammo hoji buvining qo'lidan chiqib keta olmasdim. U tomog'imga nimadir qildi. Dod solib qo'lini tishlab oldim. Qiziq, birpasdan keyin ahvolim yengillashdi. Ko'zimni ochsam hoji buvi jilmayib turibdi. Nega tishlaysan, kuchukvoy? Dedi boshimni silab. Keyin tepamga oyim engashdi. U hamon xansirar, sochlari to'zib ketgan, yuzi jiqqa ho'l edi. Birpasdan keyin qaddimni rostlab tanchaga oyog'imni tiqib o'tirdim. Hoji buvi allaqanday taxir suyuqlik ichirdi. Keyin oyimga qaradi-yu birdan xitob qildi. Voy poshsha, nima qildingiz? Tamom bo'libsiz-ku. Oyim tamovsirab goh menga, goh buviga qarar edi. Oyog'ingizdan ayrilibsiz-ku, dedi hoji buvi boshini chayqab. Bu ahvolda qandoq keldingiz? Kamshandozda turgan oyimning kalishini endi ko'rdim. Kalishning ichi qorga to'la edi. Sarpoychan kelaverdingizmi, dedi hoji buvi hamon o'sha vahimali ohangda. Endi nima qilasiz? Qarg'aning miyasini chaqib surmasangiz cho'loq bo'lib qolasiz. Oyim tanchadan oyog'ini chiqardi. Ikkala oyog'i qip-qizil go'sht bo'lib ketgandi. Sovuq yegani yo'q, dedi sekin. Qaytaga isib ketdi. Qorda o'zi isib ketar ekan. Hoji buvi uning oyog'ini uqalab ko'rdi. Sezyapsizmi? Nimani? Dedi oyim oyog'iga emas, menga qarab. Qo'limni sezyapsizmi? Oyim indamay bosh chayqadi-da, piqqillab yig'lab yubordi. Ertasiga u yotib qoldi. Uzoq yotdi. Dadam bir joydan qarg'a otib keldi. Hoji buvi qo'lidan kelgan dori-darmon qildi. Keyin oyim tuzaldi, biroq salqin tushishi bilan oyoqlari shishib azob beradigan bo'lib qoldi. Har yili dam olishga borganimda onamga gilam paypoq olib kelardim. Xuddi noyob narsaga ega bo'lgandek uzoq duo qiladi. Birpasda hamma qo'shnilarga ko'z-ko'z qilib chiqadi. Shundoq mehribon o'g'li borligini aytib maqtanadi. Shunda qor gupillab yog'ib turgan mudhish kecha onamning qip-qizil go'shtga aylanib ketgan oyoqlari ko'z oldimga keladi-yu, indamay chiqib ketaman.